Assalomu alaykum. Ayollar va bolalar huquqlarini ta'minlash, ularni har qanday tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish bugungi kunda dunyo hamjamiyati oldida turgan eng dolzarb ijtimoiy masalalardan biri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har 3 nafar ayoldan biri hayoti davomida jismoniy o'z navbatida boshqa mana shunday bir zo'riqishlar, ya'ni ruhiy zo'ravonlikka duch kelayotganligi guvoh bo'lyapti. Zo'ravonlik holatlari nafaqat inson huquqlarining buzilishiga, balki oilalar barqarorligiga, bolalar tarbiyasiga va jamiyat taraqqiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bugun mamlakatimizda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi. Davlatimiz rahbarining 2026-yil 3-martdagi ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy choralar to'g'risidagi farmoni bilan nafaqat zo'ravonlikka qarshi kurashish, balki uni oldini olish, jabrlanuvchilarni himoya qilish va davlat idoralari o'rtasida yagona hamkorlik tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha mutlaqo yangi yondashuv joriy etildi. Asosiy maqsad huquqbuzarlik sodir bo'lgandan keyin emas, balki uni oldini olish, har bir ayol va har bir bola o'zini xavfsiz his qiladigan muhitni shakllantirish muhim vazifa sifatida belgilandi. Mazkur tok-shouimiz ushbu dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Studiyaga soha mutasaddilarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Muhtaram ishtirokchilar, mana yuqorida ko'rsatuvimiz avvalda ham aytdik, prezidentimizni joriy yildagi o'sha 3-mart kunga qabul qilgan tarixiy farmoni, hujjat mutlaqo ayollar, bolalar huquqlarini ta'minlashda yangi bir bosqichni huquqiy himoya qilishning mukammal tizimini shakllanishiga asos bo'lganligi ta'kidlanyapti. Bu tizim nimalardan iborat? Qanday yangiliklar bo'lyapti va ularni, bolalar, ayollarning huquqlarini to'laqonli, kafolatli himoya qilishning qanday bir tizimi hayotga tatbiq etildi? Marhamat. Ayollar va bolalarni mana yuqorida o'z ta'kidladingiz, huquqlarini himoya qilish bu davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida bugungi kunda islohotlar amalga oshirilmoqda. Agarda biz mana muhtaram prezidentimizning siyosiy irodalari bilan qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlariga qarasak, bular tizimli ravishda o'sha ayollar va bolalarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilab kelyapti va eng oxirgi mana shu F33 farmoni o'zi nomidan ham e'tibor qilsak bo'ladi. Ayollar va bolalar huquqlari himoyasini kuchaytirish. Ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning barcha shakllarini bartaraf qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar. Demak, bu farmon bilan qo'shimcha shunaqa chora-tadbirlar belgilandiki, bu nafaqat o'sha tazyiq va zo'ravonlikka qarshi kurashish, balki uni oldini olish va unga shart-sharoit yaratib beradigan muhitni bartaraf qilish bo'yicha. Mana shu farmonga biz e'tibor qiladigan bo'lsak, voyaga yetmagan shaxs bilan nikoh munosabatlariga kirishish holatlariga barham berish. Mana shu holatlarni bilib turib xabar bermaganligi uchun javobgarlik, ma'muriy javobgarlik masalalari. Bu misol kimlarga? O'sha fuqarolar o'zini boshqarish organlari, fiqhiy organlari, ta'lim, sog'liqni saqlash, diniy ulamolarga yoki bo'lmasa shunday xabarlarni bergan fuqarolarimizga mana shu javobgarlikdan tushadigan mablag'ni 15%ni yo'naltirish, rag'batlantirish. Xuddi shunday huquqbuzarliklarni yashirin, latentlikdan chiqarish bu yerda. Va yana bir muhim masala ko'tarildiki, o'sha bizda nikoh qurish yoshi 18 yosh konstitutsiyamizda belgilangan bo'lsa, bu yerda agar 21 yoshdan har ikki jins vakillari o'zaro roziligi bilan ixtiyoriy nikoh quradigan bo'lsalar, bularni o'sha rag'batlantirish, moliyaviy misol ko'maklar taqdim qilish, beriladigan o'sha moliyaviy ko'maklarni 1,5 baravar ko'p hajmda berish masalalari va shu bilan birgalikda mana o'sha ayollarimiz, tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan, himoya orderi olgan ayollarimizga kompyuterlariga, qo'l telefonlariga o'sha ilovalar yuklab berish. Bundan tashqari o'sha bizda mana endi voyaga yetmaganlar bilan haqiqiy nikoh munosabatlariga kirishish yoki voyaga yetmaganlar homiladorligini ichki ishlar tizimida o'sha jinoyatlar va hodisalarni ro'yxatga olish elektron tizimida qayd qilish masalasi. Va bu yerda endi agar bolalar masalasiga keladigan bo'lsak, voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etiladigan jinsiy jinoyatlarni dastlabki surishtiruv, tergov holatlarini ichki ishlar organlaridan prokuratura organlariga olib berish yoki voyaga yetmaganga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilingan holatlarda o'sha ma'muriy huquqbuzarlik
bo'yicha prokuror qaror chiqarib buni ko'rmaguncha uni o'sha ma'muriy huquqbuzarlik sifatida ko'rmaslik masalalari. Bu yerda bu masala juda ham muhim va mana hozir hayotda juda o'sha zo'ravonlikni turlari paydo bo'lyapti. Bizda o'sha bolalarni zo'ravonlikni barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi qonun bilan zo'ravonlik shakllarimiz kengaytirilgan bo'lsa, o'sha jinsiy, ruhiy, jismoniy zo'ravonliklar bilan birgalikda g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, ekspluatatsiya, bulling zo'ravonlik deb qabul qilingan edi. Endi mana farmon doirasida o'sha yana shunaqa zo'ravonlik shakllariga tizimli ravishda qonunchilikka o'zgartirish kirish nazarda tutilyapti. Bu oilada ayol jinsiga nisbatan o'sha o'ldirish holatlari yoki bo'lmasa oila a'zolariga tahdid qilish yoki o'sha internet ijtimoiy tarmoqlar orqali qilinadigan kiber zo'ravonlik deymiz yoki internet ijtimoiy tarmoqlar orqali voyaga yetmaganlarni ishonchiga kirib unga o'sha har xil shahvoniy shilqimliklar qilish, onlayn grooming deymiz. Mana shunday holatlarga demak qonunchiligimizga o'zgartirish kiritish va bularga ham javobgarlik belgilash masalalari farmonda nazarda tutilgan. Amaliyotda ishlaysiz, mana mahallalarda bevosita bolalar, ayollar bilan ishlanadi-da, Diloraxon. Sizning fikrlaringiz, mana shu hujjatni qabul qilinishi bevosita chora ko'rish kerak, baribir vazifa shu paytgacha ham amalda qaysi bir normativ hujjatlar bo'lgan, tartibga solingan, lekin bo'shliq bor edi-da. Ta'sirchanligi ham sust bo'lganligi uchun mana shunday bir hujjatni qabul qilish zarurati bo'ldi va prezidentimizning alohida farmoni qabul qilindi. Qanday muammo, qanday masalalarga yechim bo'lyapti va ta'siri qanday bo'lyapti bu farmonni? Demak, aynan mana shu 2026-yil 3-marta prezident farmonimiz qabul qilingandan keyin aynan profilaktik tadbirlar hozirgi kunda Toshkent shahar butun respublika hududimizda kuchaytirilgan. Aynan xavfsiz va sog'lom yurt shiori ostida hozir tadbirlar amalga oshiryapmiz. Aynan 2026-yil 1-apreldan boshlab fuqarolarimizni roziligi bilan ularni telefonlariga My ilovasi orqali, ya'ni tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha o'sha platforma orqali so'z tugmasi o'rnatilyapti. Bu O'zbekiston butun respublika hududida tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha. Demak, u ilova orqali My ilovasi orqali fuqarolarimiz bemalol murojaat qilishi mumkin. O'tda mahalla yettiligi, ism, familiyasi, telefon raqamlari, qaysi kerakli tashkilotlar bo'lsa, ularning bemalol telefon raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi. Oldin qanaqa edi? Oldin bunaqa dastur ilovamiz yo'q edi. Aynan bu farmondan keyin biz shu profilaktik tadbirni kuchaytirish maqsadida shu zo'ravonliklarni oldini olish bo'yicha mana shu ilovani, ya'ni ijtimoiy himoya, ya'ni keyingi tashkilotlarimiz bilan hamkorlikni kuchaytirish uchun mana shu ilovani fuqarolarimizni telefonlariga albatta ularning roziligi bilan ulab kelmoqdamiz va bu kutilgan natijalarimizni jaydari qilib tushuntirsaydi. Bir paytlar agar qaysi bir tazyiqqa, zo'ravonlikka uchragan ayol o'zini huquqini himoya qilishini bilmas edi-da. Qayerga murojaat qilishini bilmaganda, murojaat qilganda ham o'sha odam murojaat qiladigan odam topa olmaganda. Kechasi bo'lsa voqea, qayerga murojaat qilishini bilmaydik masalan. Kechasi ichki ishlarga bormaydik masalan, ichki ishlar organlariga yoki mahalla inspektori, uni ham ishi ko'p masalan. Ba'zi bir ayollarimiz hattoki mahallaga chiqish kerakligini ham bilamiz. O'zbek ayollari or nomusli bo'lgandan keyin uyini muammosini chiqib qatqadir etish kerakligini bilishmagan. Shuni natijasida ko'ngilli har xil oila turmush jinoyati, huquqbuzarlik yuzaga kelgan. Mana shu ilovadan keyin mana profilaktik tadbirlarimiz kuchaytirildi. Bemalol mahallaga murojaat qilyapti. 102 raqamlari kamaydi. Hodisalarimiz, zo'ravonliklarimiz, ayniqsa hozirgi kunda jismoniy zo'ravonlikni kuchaytirishga erishdik. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra ruhiy zo'ravonliklar sodir qilinyapti va bu bo'yicha tizimli yo'l xaritalar qilib, tizimli ishlarni amalga oshiryapmiz. Bilamizki, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizga ma'lum bir modda kiritildi, ya'ni oilada maishiy zo'ravonlik moddasi. Oldin bu moddamiz yo'q edi. 59-modda, ya'ni 1 va 2 qismlar bilan hozirgi kunda zo'ravonlik sodir qilgan shaxslarimizni biz sudga hujjatlar rasmiylashtirib, bemalol 15 sutka yoki 15 baravar jarima jazolari bilan mana shunaqa profilaktik tadbirlar amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari bilamizki, ekspertizani xulosalariga qarab qanaqadir og'ir tan jarohati olgan ayollarimiz yoki voyaga yetmagan farzandlarimizning huquqlarini himoya qilish uchun jinoiy kodeksimizga ham bir necha moddalarga o'zgartirishlar kiritildi. Aynan oila turmush jinoyatini sodir qilgan zo'ravonlarimizga nisbatan 126
1 va 2-3 qism moddalari bilan tan jarohatini og'irlik darajasiga qarab bugungi kunda jazo choralari qo'llanib kelinmoqda. Kuchaytirilgan holatda, oshirilgan holatda. Endi kuchaytirilgan holatda qo'yilyapti. Asosiy maqsad nima deydi? Hozirgi kunda oilalarimizni saqlab qolish, ichki ishlar xodimini ham, umumiy tashkilotlarni ham mana shu farmon ijrosi doirasida bugungi kunda ajrimlar sonini kamaytiramiz. Aynan 33-sonli farmon bilan bilamizki, har bir tumanlarda, hududlarda, mahallalarda oila maskanlari yuzaga keldi, tashkillashtirildi. Aynan fuqarolik sudlari, adliya bo'limlari bilan hamkorlikda biz shu ayollar maskaniga borib, ajrim yoqasi, aliment, ya'ni uy-joy, mol-mulk talash masalalarini ko'rib chiqib, yarashtirishga erishyapmiz. Iyul oyida masalan, shu Uchtepa tumani misolida aytadigan bo'lsak, savolimiz bor, alohida tuman haqida ham gapirishga ulgurasiz. Bizni navbatdagi ishtirokchilarga ham savol berishimiz kerak. Farmonda aytilyapti, mana yuqorida Sattor aka ham aytdi, ayollar va bolalar huquqlari himoyasini kuchaytirish haqida gap ketyapti. Shu paytgacha ham bo'lgan. Kuchaytirish va o'z navbatida ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar degan masala qo'yilyapti. Amaldagi qonunchilik bekorga takomillashmaydi-da. Ehtiyoj bor ekanda. Qonunda shu paytgacha shu holatlar ayollar, bolalarga nisbatan tazyiq, zo'ravonlik kuchayib ketdi. Amaldagi qonunlar ta'siri bo'lmay qoldi-da. Farmon orqali demak og'irlashtirilgan holatlar kerak bo'lsa belgilanyapti. Keskin choralar ko'rilyapti va eng muhimi ta'sir qiladigan mexanizm ishga tushyapti. Bu mexanizm nimadan iborat? Ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirilgan tizimidagi eng muhim ta'sirchan mexanizm nimada ko'rinyapti? Marhamat. Bu masalada albatta farmondan so'ng qariyb 10 dan ortiq normativ huquq hujjat loyihalari ishlab chiqildi. Har bir vazirlik idoraga belgilab berilgan vazifalarini sidqidildan ado etishyapti deb bemalol ayta olaman. Chunki Oila xotin qizlar qo'mitasi mazkur farmonni muvofiqlashtiruvchi organ ham hisoblanadi. Endi farmon bilan masalan yillar davomida aynan zo'ravonlikdan jabrlangan xotin qizimiz bilan ishlangan, unga tibbiy, psixologik, huquqiy yordamlar ko'rsatilgan. Lekin zo'ravon bilan ishlash masalasi ochiq qolgan. Farmon bilan aynan Oila xotin qizlar qo'mitasi huzuridagi har bir hududlarda tashkil qilingan oila xotin qizlar maskanlarida zo'ravonlar bilan psixokorreksion dasturi, ya'ni tuzatish dasturlari amalga oshirilishi belgilab berilgan. Mazkur jarayon boshlab yuborilgan. Bunda asosan shu zo'ravonlarimizni yillar davomida ularni shu bolalikda yoki bo'lmasam hayoti davomida onasiga, singlisiga nisbatan bo'lgan zo'ravonlikni ko'rib ulg'aygan shaxslar kelgusida aynan o'zlarini oilalariga ham xuddi shunday zo'ravonlik sodir etayotgan holatlar uchrab turgandi. Mana shu jarayonlarga barham berish maqsadida Oila va xotin qizlar qo'mitasida alohida adashmasam tuzilma bor, bo'lim bor. Siz shu bo'limda ishlaysiz. Shu zo'ravonlik, tazyiqlarga qarshi kurashish bo'yicha-da, profilaktikasi bo'yicha. Buni asosiy sababi yuqorida ham aytib o'tdim, aynan uni masalan deylik bolalikdagi asoratlari, ya'ni ota-onasi tomonidan, otasi tomonidan muntazam ravishda onani shu har xil zo'ravonliklar qurboni bo'lib kelayotganini ko'rib bola ulg'aygan. O'sha narsani ko'rib, demak men ham xuddi shunday bo'lishim kerak degan tushuncha shakllanib qolgan o'sha shaxsda. Uni psixologlar emas, balki tibbiy psixologlar ishlagandagina o'sha zo'ravonni xulq-atvorini o'zgartirishga erisha olamiz. Undan tashqari aynan shu zo'ravon shaxslarni odatda oilada kelib chiqqan nizolarni tahlil qiladigan bo'lsangiz ham, ular aksariyati shu oilada moddiy daromadni yetishmasligi, oiladagi yetishmovchilik oqibatida ham har xil nizolar kelib chiqqan. Mazkur holatga barham berish uchun aynan zo'ravon shaxslar bilan kompleks ishlash hozirda amalga oshirilmoqda. Prezident farmoni haqida gaplashyapmiz. Prezident farmonida hamma narsa batafsil aks ettirilganda. O'sha har bir holatga tegishli o'sha qanday chora ko'rilishi belgilangan. Hattoki amaldagi qonunchilikka, Jinoyat kodeksiga, Jinoyat protsessual kodeksiga kiritiladigan o'zgartirishlar, Ma'muriy kodeksga kiritadigan o'zgarishlar, umuman amaldagi qonunchilik takomillashtirish bilan bog'liq o'sha vazifalar belgilangan. Normalar belgilangan. Bu nimalardan aks etyapti va shu muammolarni bartaraf etish qay darajada ta'minlanyapti ushbu hujjat orqali? Masalan, u aynan shu farmon bilan belgilab berilgan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash yo'nalishida ham aynan maishiy zo'ravonliksiz baxtli oilaviy hayotga tayyorlash, ya'ni nikoh qurish bo'sag'asida turgan yoshlarimizni to'liqligicha 16 soatlik o'quv dasturlarida o'qitib, ularni o'sha qurmoqchi bo'lgan oilasini mustahkam oila sifatida boshlashlariga ishonchi komil bo'lgan shaxslar
darslar qilib yetishtirish hamda 2030-yilga qadar aynan mana shu nikohlanuvchi yoshlarimizni qamrovini to'liq 100% ga yetkazish vazifasi ham belgilab berilgan. Bundan tashqari aynan jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan voyaga yetmagan qizlarimizni tergov jarayonlarini ham ichki ishlar organlaridan farmon bilan prokuratura organlariga olib berilayotganligi, maxsus ular bo'yicha hozir tergovlarni olib boradigan tergovchilarimiz hozir malaka oshirish jarayonlarini yakunlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana aynan ichki ishlardan prokuraturaga o'tkazishi nima beradi? Bu endi umuman ishni ko'rmay qoldirish, masalan, yoki bo'lmasam yopib yuborish holatlarini batamom bartaraf etadi. Prokuratura organlari o'zlari qat'iy nazoratga olgan holatda olib borishi o'ylaymanki, o'zini albatta samarasini beradi. Bundan tashqari aynan farmon bilan belgilab berilgan erta nikohni oldini olish. Mazkur masalada ham aynan farmon qabul qilingandan so'ng Oila xotin-qizlar qo'mitasining quyi tuzilmalari erta nikoh holatlarini aniqlab, uni xabar berish orqali shu nima deydi, qizlarimizni nikoh yoshiga yetmasdan turib bo'layotgan to'ylarni to'xtatish jarayonlarida ham qariyb 400 ga yaqin to'ylarni hozirgi kunga holatiga to'xtatishga muvaffaq bo'ldik. Ularni to'liq qizlarimizni ta'lim olishi, kasb hunarga yo'naltirishi hamda oilasidagi muammolarni bartaraf etish choralari ham ko'rib kelinmoqda. Shohida opa, Mirzo Ulug'bek tumanida mana hokim o'rinbosarisiz, mana shu oilalar bilan ishlaysiz, ayollar bilan ishlaysiz. Ushbu tarixiy hujjat, prezident farmoni haqida juda ko'p targ'ibot jarayonlari kechyapti. Albatta bu juda ham muhim hujjat ekanligi, bir talay mana shu ayollar huquqlarining buzilishiga bog'liq, buzilish bilan bog'liq, ularga nisbatan tazyiq zo'ravonlikni oldini olishda, bartaraf etishda eng samarali bir tizim shakllanganligi mana shu farmonda aks etganligini alohida tilga olinyapti. Siz o'zingiz faoliyatingizdan kelib chiqib buni qanday izohlagan bo'lardingiz? Albatta, bu farmonni ayni muddao chiqqani mana shu qonunimizni mana shu tazyiq va zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha demak bu hujjat maqlangani va bu bizni mahallalarimizning xotin-qizlar faollari yettilik bilan birgalikda hamjihat hamkorlikda mana yuqorida sanab o'tilgan psixologlar, huquqshunoslar, yuqori turuvchi organlar bilan birgalikda hamkorlikda mana shu tazyiq va zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan ishlarini kuchaytirish mana shu farmon bilan belgilab qo'yildi va biz bu farmon chiqqunga qadar ham bu ishlarni o'zimizning faoliyatimiz doirasida amalga oshirib kelganmiz va farmondan keyin bu ishlarimizni kuchaytirib, aynan mana shu tazyiq va zo'ravonlikka uchragandan keyingi holatlar emas, balkim mana shunday holatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni, profilaktik suhbatlarni va manzilli yurib mana shunday oilalar bilan suhbatlar o'tkazilgan holatda uni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ham olib bormoqdamiz. Mana xotin-qizlar faollari, mahalla yettiligi, ichki ishlar organ vakillari, demak ijtimoiy xodim, keyin bizning tumanda demak har hafta biz mana shu oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi bilan birgalikda har hafta mana shunday oilalarni, nizoli oilalarni aynan bu mana shu agressor holatga yetgunga qadar bo'lgan qandaydir ma'lumot bo'lsa, mana shunday oilalarni hokimiyatga chaqirib turib, ularni mana shu komissiya bilan birgalikda ular bilan muloqot olib borib, psixologlarimiz alohida, demak bu yerda ota-onalarimiz bor, diniy vakillarimiz bilan birgalikda bularga tushunchalar berib, ularning oilasidagi muammolarni eshitib, ular bilan ochiq muloqotlarni o'tkazib, mana shunday holatlarni oldini olish choralari ham ko'rilmoqda. Guloraxon, mana Uchtepa tumanida faoliyat olib borasiz. Ushbu hujjat qabul qilinganiga 4,5 oy bo'ldi. 3-mart kuni qabul qilingan. Amalga tatbiq etilgan, hayotga tatbiq etilyapti. Jarayonlarga qanday ta'sir qilyapti ushbu hujjat? Sizni faoliyatingizda yengillashtirish jarayoni, masalan, qulayligi nimada bo'lyapti? Albatta, huquq qilish idoralari umuman jarayonlarni tartibga solib turadigan qonun mukammal bo'ladigan bo'lsa, ishga ham samarasiga ta'sir qiladi-da. Chunki jamiyatda kechayotgan hamma narsa samaraga, natijaga qaratilgan. Biz mana muammoni tilga olyapmiz, muammoni yechimi qonunda-da, qonun va normativ hujjatlarda amaldagi mana prezidentimiz qabul qilgan farmoni bezgan masalada. Qanday ta'sir qilyapti sizni faoliyatingizda mana shu zo'ravonlikka qarshi kurashda, umuman tazyiq masalasida, ayollar huquqlarini himoya qilishda? Marhamat. Demak, asosiy farmon bo'yicha mana shu hamkor tashkilotlar bir-biri bilan jipslashdi. Integratsion platforma orqali kim nima ish qilayotganligini
ko'rib elektron shaklida ko'rib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Mana mahallalarda profilaktika inspektorimiz xotin-qizlar faoliga, mahalla raislariga xulosa beradi, nizolar oilalarda tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish uchun shu xonadonda kirib borganda oila turmush jinoyati bo'lishi mumkin degan xulosaga kelsa, обязательно bu xonadon to'g'risida mahalla yettiligiga, ya'ni xulosasini taqdim etadi. O'sha xulosa bilan xotin-qizlar faoli, mahalla raisi, hokim yordamchilar hammasi birgalikda hamkorlikda bu xulosani ijobiy hal qiladi va uni biz elektron platforma orqali ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Oxirida profilaktika inspektori yakunlagandan keyin ijobiy hal, fuqaroning muammosi hal bo'lgandan keyin bu xulosa yopiladi. Ya'ni biror bir oilada huquqbuzarlik yoki jinoyatchilik sodir qilinmaydi. Baxtsiz hodisani platformani qulay tarafini aytyapsiz. Qulay, ya'ni hamkor tashkilotlarimiz bir-biri bilan hamkorlikda ishlash jarayoni kuchaytirildi. Inson markazi bo'ladi. Mana xotin-qizlarni jabrlangan holatda emas, endi hammasi muvofiqlashgan holatda olib boradi. Muvofiqlashtirdi. Masalan, profilaktika inspektori himoya orderi rasmiylashtirilgandan keyin bu narsa inson markazining platformasida ko'rsandi. Demak, shu xonadonda jabrlanuvchi shaxs bor. Bir oy davomida himoya orderi rasmiylashtirilgandan keyin uni uyiga qo'riqlov punktlari o'rnatildi. Ya'ni bu qanaqadir jinoyat sodir qilmaslik uchun qo'riqlov punkti o'rnatilgandan keyin bemalol ular 102 yoki qanaqadir 112 raqamlariga xabar murojaat qilmasdan bu tugmani bosish orqali va bu narsa profilaktika inspektori xonasi o'rnatilgan. Bemalol uni nazorat qilish, u xonadonni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ham shunaqa tomoni yuzaga keldiki, himoya orderi bo'yicha kuchaytirilgan sanksiya 206.1 moddasi bilan zo'ravon shaxsga nisbatan jazo tariqasida sudga hujjatlarni rasmiylashtirib kelinyapti hozirgi kunda. Bu mukammallashtirilgan o'sha tizimni samarasi, natijasi sifatida alohida tilga olib o'tyapsiz. Bolalar huquqlari haqida ko'p gapiriladi. Bola huquqlari to'g'risidagi qonun bor. Umuman normativ hujjatlarimiz ko'p, Sattor aka, bola huquqlari bilan bog'liq masalada. Prezidentimizning ushbu yuqorida 3-mart kuni qabul qilgan tarixiy farmonida bola huquqlarini kuchaytirish masalasi, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka qarshi kurashishda qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi-da. Bu qanday ta'sir qilyapti? Endi ko'p murojaat qiladi, ba'zidan ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda qaysi bir bolaga nisbatan qilingan zo'ravonlik, tazyiq masalasiga guvoh bo'layapmiz-da ba'zi holatlarda. Sizlarga murojaat qiladi, bolalar ombudsmani tegishli choralar ko'rayotganligi haqidagi bir ma'lumotlarni eshityapmiz. Keling, masalani bir ochiq, shuni bir shu haqda bir ma'lumot, fikr bersak. E'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish bo'yicha mamlakatimizda olib borilayotgan ishlar o'sha milliy va xalqaro mutaxassislar tomonidan e'tirof etildi. Misol, biz bolalarni zo'ravonlikka chek qo'yish bo'yicha Bogota harakatlar chaqirig'iga qo'shildik, Global alyansga a'zo bo'ldik va eng muhimi mana shu sohada qabul qilingan qonun bolalarni zo'ravonlikdan muhofaza qilish bo'yicha tizim shakllandi va har birini o'zini vazifasi belgilab berildi. Shu bilan birgalikda mana prezidentimizning 33-farmonlarida yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan masalaga e'tibor qaratildi. Mana bu yerda bitta o'sha zo'ravonlikka sharoit yaratib beradigan holatlardan bittasi o'sha bolalarni erta nikoh munosabatlariga kirishish. Bu xalqimiz orasida urf-odat shaklida shakllanib kelgan va unashtiruvlar shaklida, boshqalar shaklda bu amalga oshirib kelinyapti bugungi kunda. Mana shu yerda o'sha muhtaram prezidentimiz ta'kidladiki, nikoh yoshini qat'iylashtiring va istisnolari bo'lsa asoslantirilgan bitta yoki o'sha eng asos bo'ladigan holatini qoldiring, qolganini olib tashlang. Bizga misol bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada O'zbekiston konvensiyani amalga oshirish jarayonida 5-davriy ma'ruza topshirganda shu yakuniy tavsiya kelgan. Nikoh yoshini ko'taring va barcha istisnolarni bekor qiling. Afsuski hozir ham bu istisnolar turibdi va targ'ibot qilganligi uchun mana bola huquqlari bo'yicha vakil o'zini faoliyati mobaynida buni chuqur o'rgandi va o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47.3 moddasiga taklif kiritdiki, voyaga yetmaganlar bilan haqiqiy nikoh munosabatlarini targ'ibot qilganligi uchun. Mana ko'ryapmiz, to'ylarda, to'ydan oldin ikkita bolacha kelin-kuyov kirib yoki hatto afsus bilan aytamizki,
aka singillarni kelin-kuyov rolida olib chiqib, misol targ'ibot ishlari ko'rinyapti. Mana shu uchun javobgarlik belgilash yoki yuqorida aytdik, xabar bermaganlik uchun javobgarlik belgilash va mana shu erta nikoh va voyaga yetmaganlar homiladorligini endi jinoyatlar va hodisalarni ro'yxatga olish tizimida qayd qilib borish. Bu oddiy holat emas. Bu jinoyat bu degan ma'noda shunga urg'u berildi va yana bitta eng muhim masala o'sha bolalarni oliy sudlarga bo'lgan imkoniyatlarini kengaytirish. Mana bolalarimizda o'sha jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan holatlarda juda eng og'ir holatlar. Mana o'sha Jinoyatkorda X-dagi voyaga yetmaganga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar ichki ishlardan prokuratura organlariga o'tkazib berildi. Mas'uliyat oshirildi. Bu yerda asosiy maqsad o'sha voyaga yetmagan jinoyatdan jabrlanganlarga malakali huquqiy yordam ko'rsatish. Eng birinchi. Do'stona vaqtimiz qolyapti. Mana real vaziyatga qaraylik-da, mana maktabgacha ta'lim muassasasida xususiy zo'ravonlik qilgani o'sha yerdagi tarbiyachidan. Endi kesin chora ko'rildi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, soni ko'payayotganligini. Bu nima shu paytgacha yo'qmidi degan bir vaziyat. Bu keskin kurashish choralarini bir samarasimi? Buni qanday bir izohlasak bo'ladi? Joydan gapirib o'taylik. Endi mana o'sha voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarni yoki huquqbuzarliklarni ijtimoiy tarmoqlar orqali keng ko'ryapmiz va bu biz yutuq sifatida e'tirof etsak ham bo'ladi. Chunki fuqarolarimizni huquqiy madaniyati oshganligi, zo'ravonlikni taniganligi uchun bu xabarlar chiqyapti. Lekin bu degani O'zbekistonda raqamlarda o'sha bolaga nisbatan huquqbuzarlik va jinoyatlar oshib ketdi degani emas. Chunki bizning qo'limizda aniq raqamlar bor. Biz buni tahlillari bizda turibdi va buni kamayayotganligini ko'ryapmiz. Lekin shu bilan birgalikda bitta bolaga nisbatan sodir etilsa ham bu ko'p. Ayniqsa o'sha bolani tarbiyasiga, ta'limiga mas'ul bo'lgan muassasalarda. Mana yuqorida ta'kidlayapsiz, o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida. Biz o'sha maktabgacha ta'lim maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bilan hamkor hozir ishni olib boryapmiz. Bu yerda o'sha maktabgacha tarbiya tashkilotlarida targ'ibot ishlarini olib borish, o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritgan o'sha tarbiyachilarga qo'yiladigan talablar, uni ruhiy holatini misol ko'rib borish va mana shu maskanlarda agar voyaga yetmaganga mana zo'ravonliklar sodir etilishini oldini olish maqsadida hozir mana hammasiga majburiy tartibda o'sha video kamera kuzatuv o'rnatish. Xulosaviy fikrlar, 1 minut vaqtimiz qoldi. Rejissyorimiz ishora qilyapti. Shu bilan yakunlaymiz. Marhamat. Mana hozir juda ham to'g'ri ta'kidladilar. Mana maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida bu narsalarni kuchaytirish kerak. Men o'ylaymanki, targ'ibot ishlari amalga oshirilib kelmoqda. Hozir kanikul, lekin mana o'qish davri boshlanganda maktabda ham, demak, oliy ta'lim muassasalarida ham bu targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish kerak. Ta'lim tarbiyaviy masalalarda ularga tushunchalar berish kerak. Farmoni chuqur mohiyati bilan hamma yoshlarimizni tanishtirish bilan birgalikda uni demak ta'sir chorasi qandayligini ham olishimiz kerak va unga qanday chora ko'riladi, qanday jazo berilishini ham biz yoshlarimizga yetkazishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta bu yerda biz tuman mutasaddi rahbarlari hamkorlikda prezidentimiz aytganlaridek jipslashgan holatda 7lik bilan birgalikda hammamiz birgalikda hamkorlikda ishlasak, albatta buni natijasini va samarasini ko'ramiz deb o'ylayman. Rahmat fikrlar uchun. Albatta jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash eng muhim bir masala, inson huquqlarini ta'minlash. Inson qadri, insonni rozi bo'lishi ham bevosita o'sha huquqlarni to'laqonli ta'minlash bilan bog'liq. Mamlakatimiz yetakchisini qabul qilgan ushbu farmon ham bejiz emas. Aholini muhim bir qatlami, ojiz, himoyaga muhtoj qatlami ta'bir joiz bo'lsa, ayollar, bolalarning huquqlarini to'laqonli ta'minlash bo'yicha mana shunday alohida maxsus farmonda qabul qilib hayotga tatbiq etilishi ham bu bejiz emas. Albatta mana shu farmonda belgilangan o'sha maqsad va vazifalar hayotga tatbiq etiladigan bo'lsa, ayollarimiz, bolalarning huquqlari to'laqonli hayotda ta'minlanadi. Albatta mana shu tazyiq va zo'ravonliklarga barham beriladi. Bu masalada mana shu mutasaddi idoralar zimmasiga juda katta bir vazifa yuklanyapti. Qolaversa, jamoatchilik ham bunga daxldor deb bilib o'zini hissasini qo'shish kerak. Chunki bu jamiyatda yashayotgan har bir insonni hayotidan rozi bo'lib yashashi birdamlikka, hamjihatlikka bog'liq. Befarq bo'lmaydigan bo'lsak, albatta har qanday qonun buzilish,
barham beriladi, qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu dolzarb mavzuga yana qaytamiz. Ishtiroklaringiz uchun sizlarga tashakkur. Rahmat. Faoliyatlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tibor uchun rahmat.